O'tiring. O'tirib ko'ray. Qalay, sharoitlar? Ya sharoit zo'r aka. Menga yoqdi. Qarang, konditsionerlar. Endi ming sharoit yaxshi bo'lgani bilan baribir hammasi borib taqaladi-da. Nech pul oylik berasiz aka? 30 ming beraman. Dollarda. Qanima kammi? Yo. Kam emas. Men oldingi ishxonamda 3 million so'm oylikka ishlagan odamman aka. 30 hazillashmayapsizmi? Yo, beraman. 30 ming. Ya menchi даже tasavvur qilasizki, qani edi ko'chadan pul topa olsam deb. O'sha paytda ham 10 mingdan ko'pini o'ylamaganman-da akam. 30 ming oylik beraman deyapti. Voy, ya aka menga to'g'ri kelmaydi. Men bu oylikni ko'tarolmayman. Nega? Oylik kammi? Yo, nabarot aka ko'p. Men bu oyliklarni ko'tarolmayman. 2 oydan keyin o'lib ketsam kerak. Bilasizmi qanaqa qilib? Dubayda bir vanna binoni ichida atrofimda qizlar tomog'imga kakayin tiqilib o'lsam kerak aka. Ya, men bu oylikni ko'tarolmayman. Menga bu ish to'g'ri kelmaydi aka. Yashashim xohlayman hali, yashashim kerak aka.